Hozir ta'lim yo'lingizga e'tibor qaratdim-da, qarang, Toshkent davlat yuridik universitetida, Polshadagi universitet, so'ng Pensilvaniyada magistratura, doktorantura. O'zi yoshingiz 26 da ekan va hozir universitetda o'qituvchi bo'lib ishlayapsiz. Kun tartibini qanday yo'lga qo'ygansizki, shuncha natijalarga erishdingiz? O'zi bu vaziyatda hozir birinchi navbatda to'xtalishimiz kerak bo'lgan narsa, albatta bugun yurtimizda juda ham ko'p islohotlar amalga oshirilyapti. Prezidentimiz boshchiliklarida yoshlarga yaratilayotgan imkoniyatlarda mani kun grafikim bu shunchaki hech narsa emas desak ham bo'ladi. Ya'ni shuncha shart-sharoit imkoniyati bor va men xuddiki shu imkoniyatlardan foydalanolmayotgandek, ulgurmayotgandek xatti-harakatlarimni amalga oshirib kelyapman. Endi kundalik grafikimizga nazar soladigan bo'lsam, endi bizda birinchi navbatda ish jarayonidagi asosiy ish o'rnim o'sha yuridik universiteti bo'lganligi uchun u yerda birinchi navbatda akademik erkinlik ta'minlab qo'yilgan. Ya'ni darslarga bemalol tayyorlanib, o'sha leksiyalarimiz bormi yoki seminar darslarimiz bormi, shunga qarab turib kunimni sekin-sekin rejalashtirib boraman.